Mana nima uchun har bitta kolonnada armatura bo'lish shart degan joyini men sizlarga mana shu grafikda hozir isbotlab beraman. Birinchi kolonnamizga e'tibor beradigan bo'lsanglar, buni diametri 40 ga 40, umuman armatura ishlatilmagan. Lekin buni yuk ko'tarish xususiyati ham 40 ga 40 diametrda 159 dan 165 tonnagacha yuk ko'taradi. Endi keyingi kolonnaga e'tibor beradigan bo'lsanglar, bu yerda eng kichkina secheniya 8 li armaturadan 8 ta berilgan. Endi buni yuk ko'tarish qobiliyati 175 tonnadan 180 tonnagacha berilgan. Endi 40 ga 40 o'sha kolonnamizga eng katta secheniyadagi sig'imini hisoblaydigan bo'lsak, 8 ta armaturani joylash qobiliyatiga ega bu 32 li armatura bo'ladi. Undan u yog'i uje 40 ga 40 ga sig'maydi. Endi mana shu 40 ga 40 diametrdagi kolonnamizga eng katta secheniyadagi 32 li armaturadan 8 ta beradigan bo'lsak, bu kolonnamizda uje 375 tonnadan 400 tonnagacha yuk ko'tarish qobiliyatiga ega bo'ladi. O'shaning uchun ham imoratni qurayotganda albatta har bitta kolonnaga, har bitta rigilga o'ziga yarasha secheniyadagi armaturani berish kerak. Endi buni eng afzal jihati kolonnada yoki rigilda armatura bo'lishini xususiyatidan bittasi ertaga zilzila bo'lganda imorat o'zini elastikligini yo'qotish kerak emas. Armatura elastiklik vazifasini yo'qotmagan holatda yer qimirlaganda u yoqqa bu yoqqa borib kelib armaturani borligi hisobiga ertaga yana joyiga qaytadi. Lekin yer qimirlaganda birinchi grafikda ko'rgan kolonnamizda armatura yo'ligini hisobiga bu maydalanib, dars ketib, bo'linib ketish holatiga aniq keladi va imoratimizda o'sha avariyli holatga keladi yo'q deganda. O'shaning uchun har bitta imoratimizni qulayotganda va loyihasini konstruktiv jihatdan amalga oshirayotganimizda o'sha imoratimizning balandligiga, rigilli uzoqligiga qarab, mana shu kolonnalarga beriladigan armaturaning secheniyasini konstruktor bilan o'tirib birga ishlaymiz va har doim aytganimdek, imorat железобетонный konstruksiya bo'lgandan keyin albatta har bir betonning ichida armatura bo'lishi shart.